biz sizlar iltimoslaring bilan Nasiya savdoga mashina berib yuboramiz-da. Mana ahvoli qaranglar. Mashinani shu darajada ham qo'rlaydimi? Mashina umuman absolyutno yurmaydi. Itlari nima qilishgan Xudo biladi. Evakuatorda olib kelishgan mashinani. Endi mashinaga bitta baho berib qo'yadilar. Shu mashinani ham iltimos Nasiya qilib bering deyishgan uchun biz berib yuborganmiz. Nasiya savdoga 0 dan berishni nima uchun to'xtatdik? Mana shu mashinalarni berib yuboryapmiz. Qaytib kelayotganda 10 million, 15 million jarimasi bilan qaytib kelyapti. Biz sizlarni nomlaringga kredit oformit qilayotganimiz yo'q yoki boshingizda qaysidir lizing kompaniyaga tiqaydiganimiz yo'q. Shunchaki o'zaro kelishib Nasiya savdoga 0 dan mashina berib yuboryapmiz. Ba'zi bir mijozlarimiz hammaga tegishli emas, yaxshi mijozlarimiz ko'p, alhamdulillah. Ba'zi bir mijozlarimiz mashinani haydab olib ketishyapti-da, keyin orqasidan yalinib o'zimiz zo'rg'a borib, mana mashinamizning ahvolini ko'rib turing, puli to'lamagandan keyin mana xohlagan kuyiga solib mashinani haydashadi. Iltimos qilamiz mijozlarimizdan, sal qarzga e'tiborli bo'linglar. Biz ham bu dunyoda olmasak, albatta qiyomatda haqqimizni olamiz. Shuni iltimos qilamiz mijozlarimiz. O'rtamizdagi oldi-berdilarga e'tiborli bo'linglar.